O'zbekistonda o'rtacha oylik ish haqi 17% ga oshdi. 2026-yil birinchi choragida O'zbekistonda o'rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi 6.820.000 so'mni tashkil etdi. Statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, bu ko'rsatkich 2025-yilning mars davriga nisbatan 1 million so'mga yoki 17.4% ga oshgan. Hududlar kesimida eng yuqori o'rtacha ish haqi Toshkent shahrida qayd etildi, 11.700.000 so'm. Bu o'tgan yilga nisbatan 18.8% ga ko'p. Keyingi o'rinda Navoiy viloyati bo'lib, bu yerda o'rtacha maosh 8.450.000 so'mni tashkil etgan va yillik o'sish 15.7% ga yetgan. Eng past o'rtacha maosh Qashqadaryo viloyatida qayd etilib, 4.660.000 so'mni tashkil qilgan. O'zbekistonda eng yuqori daromad moliya, sug'urta va axborot texnologiyalari sohalarida kuzatilmoqda. Shuningdek, transport, sanoat va savdo tarmoqlarida ham ish haqi ko'rsatkichlari nisbatan yuqori darajada shakllangan. Eng kam maosh esa qishloq xo'jaligi, tibbiyot hamda ta'lim sohasi vakillariga to'lanmoqda. Xabarni tanishlarga yuboring va Kapital.uz kanaliga obuna bo'ling.